Assalomu alaykum. Men nevropatolog Sattorova Feruza Ravshonovaman. Bugungi mavzuyimiz hozirgi kunda aktual bo'lgan cho'milib chiqqandan keyin, bosh yuvib chiqqandan keyin yuzaga keladigan bosh og'riqlar. Hozirgi kunda bilamizki, kunlar sovigan, ko'pgina yoshlar ertalab turib boshini yuvib chiqib ketishga odatlanib qolgan va bundan keyin kelib chiqadigan asoratlar haqida bilishmaydi. Imini bulardan kelib chiqadigan asoratlar bu birinchi galda boshdagi surunkali og'riqni paydo bo'lishi. Havo o'zgarganda bosh og'riqi kuchayishi, ko'ngil aynashi, qayt qilishi va besabab holdan toyish. Ko'pgina nevropatologlar borishadi yoki deyli o'zligicha dori ichishadi, tremol, har xil dorilar ichishadi deb bosh og'riq qolgan deb bo'ladi, ketishadi. Lekin bora-bora bu jarayon surunkali bo'lgandan keyin, ya'ni har kuni yuvib, boshini chala quritib yoki quritmasdan chiqib ketgandan keyin miyada yuzaga keladigan asoratlar haqida fikr yo'q ularni. Bugungi gaplashadigan gapimiz ayniqsa imini bosh yuvgandan keyin yuzaga keladigan holatlar, miyada bo'ladigan o'zgarishlar. Bu o'zgarishlar nimadan iborat? Bosh yuvgandan keyin hali tana bosh sovimasdan, qizimasdan turib, boshni sochida quritib, yengil fenda soch ildizlari qurimasdan turib, sovuq havoga chiqqanimizda birinchi galda miyani tomir qavatida spazm yuzaga keladi. Bizning organizmimizda sovishi boshlaydi, immuniy sistema pasayishi boshlaydi. Immuniy sistema pasaygandan keyin o'zimizdagi bor bo'lgan virusli infeksiyalar yoki xalq aytgandek to'rchi infeksiyalarimiz, organizmimizda bor bo'lgan saprofit infeksiyalarimiz, biz bilan birga yashaydigan bakterial infeksiyalar, bizga foyda keltiradigan infeksiyalar immuniy sistemamiz bo'y bergandan keyin, immuniy sistema pasaygandan keyin o'zimizga qarshi ishlashni boshlaydi va besabab burun bitishi yuzaga keladi yoki deyli o'sha yerda yallig'lanish yuzaga keladi. Tomir qavatida yallig'lanish bu immun sistemada nosozliklar yuzaga kelgandan keyin paydo bo'ladi. Ya'ni qonga juda ko'p miqdorda yallig'lanish faktorlari, gistamin moddalar qonga chiqib ketadi. Yallig'lanish faktorlari qonda birinchi yallig'lanish mexanizmini ishga tushirib yuboradi. Ya'ni yallig'lanishda bo'ladigan 4 ta mexanizm. Ya'ni birinchi galda yoqda priliv, qon kelishi ko'payadi. Chunki organizmda signal boradi. Bu yoqda shamollash bo'lyapti. Organizmni qarshi kasallikka qarshi kuranish immun sistema ishga tushgandan keyin u yoqda shish yuzaga keladi. Qon ko'p keladi, undan keyin shish yuzaga keladi. Endi buni xuddi mana shu ikkita mexanizm, qon ko'p keldi, ketiga shish yuzaga keldi. Mexanizmni ko'radigan miya miqyosida ko'radigan bo'lsak, qon ko'p keldi, priliv bo'ldi degani bu miyada bosim ko'tarildi. Lekin o'sha bosim ko'tarilgan paytda bosim o'zidan o'zi ko'tarilmaydi, mana hisobiga ko'tariladi. Shishni, ya'ni qondagi yallig'lanish faktori shishni yuzaga keltiradi. Shish yuzaga kelgandan keyin u bosim atrofdagi nerv to'qima tomirlarni eza boshlaydi, miya to'qimasini va boshda og'riq yuzaga keladi. Bunda bizda yana o'zimizning miyamizning o'zini himoya mexanizmi bor. Organizmdan uzilgan holatda miya o'zini o'zi miya likvor suyuqligi deydi. Likvor suyuqligini ishlab chiqarib, likvor suyuqligini o'zi rezortsiya qiladi, ya'ni qayta so'radi. Bosh shamollagan paytda ayniqsa shu miyani tomir qavati haqida gaplashyapmiz. Miyani tomir qavati, arachnidal tomir qavat, o'sha qavatimizda qon priliv ko'paygandan keyin, atyok yuzaga kelgandan keyin qorincha bu suv hajm ko'payadi. Hajm ko'paygan paytda miyani eza boshlaydi. Miya ezilgandan keyin, suv ko'paygandan keyin atrofidagi miyani moddasi miya suyagiga taqala boshlaydi. Ezilishi boshlaydi va bu bilan tenzionna головная боль yoki aytganda o'zbekchasiga aytganda bu miyani o'rab oluvchi bosimga bog'liq bo'lgan bosh og'riq yuzaga keladi. Ya'ni kaskaobrazna miyani xuddi butun aylana bo'ylab yoki miyani tepa qismida bosh og'riq yuzaga keladi. Va bu surunkali variantga o'tgandan keyin birinchi galda o'sha bosh og'riqlardan ham keyin
yoshlar birinchi tez charchagandan keyin xotirasi susayishni boshlaydi. Ya'ni birinchi o'qigan narsasi sizda qolmaydi. Bu o'sha miya yetishmovchiligining asoratidan. Surunkali bosh tomir qavatini shamollashi o'tkir bo'ladi va surunkali variantga o'tadi. O'tkir bo'lganda, ya'ni bunda kuchli nevrologik buzilishlar bilan yuzaga keladi. Ya'ni kuchli bosh og'riq qayd qilish, bu holatda MRT ga tushgan paytda MRTda deyarli o'zgarish bo'lmaydi, faqat likvor ko'paygani, subarachnoidal bo'shliq kengaygani va likvor ko'payganligi miya moddasida o'zgarishlar yo'q deb MRT xulosa beradi. Surunkali holatda, ya'ni 3 oy 6 oydan o'tgandan keyin bosh og'riq davom etaverib, davo muolajalari agar olib borilmagan bo'lsa, bu surunkali infeksiya har xil kistozna obrazovaniyalarni, hosilalarni paydo bo'lishiga, ya'ni orqa ensa sohasida arachnidal kistani, chakka qismida arachnidal kistalarni va qorincha atrofida arachnidal kistalarni paydo bo'lishiga olib keladi. Bu arachnidal kistalar bezarar, lekin bular fon oldi kasalliklar hisoblanadi. Ya'ni miyani bosimiga qarshi kurashilmasa, bora bu tutqanoq sindromini o'zidan keyin chaqirishi mumkin. Shunga yosh aytamizki, bu ikkita miya boshida aytganim o'sha qon kelishi, ko'payishi, shishni rivojlanishi, ya'ni oldinroq aytadigan bo'lsa, yallig'lanish mexanizmida. Keyingisida yallig'lanish bo'lgan joyda, spazm bo'lgan joyda u yoqda infeksiya qo'shilgandan keyin leykotsitlarning aktivatsiyasi kuzatiladi va u yoqda haqiqiy yallig'lanish jarayoni ketadi. Ana shu yallig'lanish jarayoni arachnidit tashxisi qo'yilishiga sabab bo'ladi. Arachnidit tashxisi aytib o'tganimdek o'tkir va surunkali bo'ladi. O'tkir arachniditni zudlik bilan davolash to'g'ri olib borilsa, asoratsiz davolanib ketadi, bosh og'riqlar bezovta qilmaydi keyinchalik. Va agar qachon bezovta qilmaydi, agar bemor aytilgan rejimga rioya qilsa, ya'ni boshini yuvgandan keyin boshini yaxshilab quritib, qish kunlari, sovuq kunlari boshiga shapka kiygan holatda ko'chaga chiqadigan bo'lsa, bosh og'rig'idan deyarli xalos bo'ladi. Agar vaqtinchalik bo'lib yana shu holat takrorlanaversa, bu arachnidit surunkali holatga o'tadi va har xil kistalarni hosil bo'lishiga olib keladi. Kistalar bor, hajmiga yarasha so'riladigani bor, so'rilmaydigani bor. Tug'masi bor, orttirilgani bor. Biz hozir orttirilgan kistalar haqida, arachnidal kistalar haqida gaplashyapmiz. Mavzuyimizning aktualligi nimada? Aktualligi, ya'ni biz koronavirus davrida yashayotganimiz. 20-yildan beri O'zbekiston ham butun dunyo bilan birgalikda koronavirus bilan chambarchas birga oila bo'lib yashayapmiz. Chunki bu koronavirus gripplar oilasiga kirgani uchun mavsumiylik xos, unga ham mutatsiya xususiyati xos va har xil virus mutatsiyaga uchragandan keyin bu COVID virusi gen replikatsiya qilib, bu o'zini xususiyatini o'zgartiradi va yildan yilga yangi shtammini hosil qilaveradi. Bu virus atrofda, havoda bo'lgani uchun bizning organizmimizning immun sistemasi pasayishi, sovuqotishi, zax joyda qolishimiz, och qolishimiz, noto'g'ri rejimiga rioya qilishimiz, ya'ni to'g'ri ovqatlanmasligimiz, bu hammasi immun sistemani pasayishiga olib kelib, borgan sari miyada bo'ladigan asoratlarni kuchayishiga olib kelyapti. Shuning uchun aynan mana shu sovuq kunlarda, qish kunlarida iloji boricha imkon qadar etardik boshga bosh shapka, ro'mol, sharflarni o'ragan holatda ko'chada yurishi, chunki miya qavati shamollagandan keyin uni asl holatiga qaytarish 100% baribir bo'la olmaydi, chunki qaysidir holatda nerv to'qimalar, nerv tomirlar shikastlangan bo'ladi. Bu arachnidal sistema haqida, ya'ni miyani tomir qavatini shamollashi haqidagi mavzu edi. Lekin xuddi shunaqa holat bosh yuvganda shamollab, virusli infeksiyalar, bakterial infeksiyalar, surunkali gaymarit ham biz ahamiyat bermaymiz.
deb aytamiz-ku, kasallik kelganda gaymaritiz bor ekan desa, u oldingi 10 yildan beri bor gaymarit, 10 yildan beri bir nima qiladi, lorga qatnayman desa. Lekin shu surunkali gaymaritni borligi surunkali miyada achak infeksiya borligini biladi. Chunki miya aytishadi, gaymarit boshqa, miya boshqa. Bu boshqa narsa emas, chunki bular bitta miya kalla suyagida joylashgan. Qon aylanish sistemasi, qon aylanish tizimi bitta tizimga yo'nalgan. Ya'ni surunkali achak infeksiya, o'choqli infeksiya turgandan keyin bu jarayon organizm immuniteti tushdi, suslashdi, yana qayta shamollaganda ichidagi yiringlar hammasi infeksiya qondan miya to'qimasiga shimiladi va bunda surunkali bosh miya tomirlarida boshda surunkali bosimni ko'tarilishiga olib keladi va bemor xoliydimi, xolamaydimi, bemor surunkali intoksikatsiya holatda bo'ladi. Ya'ni surunkali intoksikatsiya bu miyani zo'riqishi bilan, miyada infeksiyalarga qarshi holati bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni bemor doimiy surunkali unda charchoq, surunkali unda holsizlik, doimiy har bitta ishini ruschalab aytganda через не хочу xohlamasdan qilish, chunki sal narsaga charchab qolish holatlari kuzatiladi. Shu va borgan sari agar shunga havodagi meningokok infeksiyalar, har xil qizamiq, ko'r, qizilcha, suvchechi, gerpes zoster deymiz, shu infeksiyalarni qonga yuqishi natijasida boshqa turdagi o'tkir virusli kasalliklarni yuzaga kelishi va bu bilan birga intoksikatsion miyani intoksikatsiyasini kuchayishiga olib keladi. Va xorioependimatitlar ham yuzaga kelishi mumkin. Xorioependimatit bu miyani qorinchalar ichidagi likvor hosil qiladigan hujayralarni shamollashi. Ya'ni xuddi sodda misolda tushuntiradigan bo'lsam, odam sog'lom, odam burnoq, me'da hammasi yaxshi, lekin oldi somsa qilmoqchi ayollarga masalan misol piyoz artdi, to'radi, burun oqadi. Bu reaksiya, ya'ni piyozdagi moddani burun retseptorlarni qitiqlanib, burun retseptorlarni shishib suv hosil qilib oqdi. Lekin bu kasallik emas, bu o'sha piyozga bo'lgan organizm himoya reaksiyasi. Endi xuddi shunaqa himoya reaksiyasi miyada ham bo'ladi. Ya'ni infeksiya tushdi, infeksiyaga qarshi yallig'lanish mexanizmi ishga tushdi, priliv va bu hujayralar shikastlandi. Ya'ni xorioependima hujayralar, likvor ishlab chiqaradigan hujayralar shikastlandi, infeksiyaga qarshi javob bermoqchi. Ular ham xuddi shunaqa burun yo'lidagi chiqanoqdagi hujayralar kabi sliz, ya'ni suyuqlik ishlab chiqarishni boshladi. Lekin farqli ravishda miyada oqib chiqib ketadigan joy yo'q. Ya'ni u miya bilan birga orqa miya kanaliga qarab ketadi, o'tdan aylanib yuraveradi. Kanal bitta. Burunda oqib chiqib ketadi, yaxshilab nosavoy dush qilsa bo'ldi, burun ham masalan tuzalishi mumkin. Lekin miyada teshiklar orqali miyani qorinchalarida svязь bo'lib, orqa miyaga borib so'riladi, ketadi va miyani o'sha xorioependima hujayralar o'zi atyok yuzaga kelgandan keyin o'zini o'zi himoya qilib qayta shu suvni shimib olishi kerak. Ularning mexanizmi shu. Lekin shu sistema baryer buzilgandan keyin u o'zini o'zi qayta so'ra olmaydi. Ya'ni o'zini hujayralarini qayta obnovleniya qila olmaydi, suvni kamaytira olmaydi. Shuni hisobiga rezki bosh og'riq, kuchli bosh og'riq yuzaga keladi. Anaqa bilan birga qayt qilish bilan birga va qayt qilish gastritdan farqli markaziy holatda bo'ladi. Ya'ni qayt qilgandan keyin bemor o'zida yengillik his qilmaydi. Shu bilan biz nevropatologlar bu qayt qilib bemorlar shikoyat qiladi, boshim og'riyapti, ko'nglim aynayapti deydi. Ko'ngil aynagandan keyin yengillik bo'ldimi? Arachniditda ayniqsa shunaqa narsa. Ko'ngil aynagandan keyin qayt qilganingizdan keyin yengillashdingizmi desa, yazvasi hisobiga gastrit obosтрение bo'lib bosh og'riyotganlar, qayt qildim, yengillashdim deydi.
Lekin miya shamollagan paytda aytadi, yo'q, yengillashmadi, naborot boshim lo'qillab borib ketdi, mazam qochib qoldi yoki boshim aylanib ketdi, ko'zim xiralashib qoldi deb aytishadi. Bu zudlik bilan bemorni yotqizgan holatda gospitalizatsiya qilib, davolash rejasini общий kompleks ravishda boshlash kerak degani. Kompleks deganda oddiy bizga ma'lum bo'lgan essonant yoki mochegonniylar bilan emas, balki bakterial terapiya, gormonoterapiya va detoksikatsion terapiyalarni birgalikda olib borsak, bemorni tezroq oyoqqa turg'izamiz va bemorda ikkilamchi asoratlar paydo bo'lishini yoki bemorda bu og'riqlar yoki bu shamollash surunkali variantga o'tmasligiga sharoit yaratib beramiz va bemor oxirigacha tuzalib ketadi. Xuddi shunaqa kasallarni davolashda bizning Almaz Medline klinikamizda juda ko'p yillar davomida sharoitlar yaratilgan. Ya'ni bizda girudoterapiya, hijoma va tuz g'orimiz bor. Tuz g'orimizda bu o'sha aynan nafas yo'llaridagi, bron yo'lidagi shamollashlarni tuzlar yordamida ingalyatsion davolash bilan birgalikda davolab bemorlarni tezroq tuzalishiga yordam beriladi. Agar sizlarda ham xuddi shunday simptomlar kuzatilayotgan bo'lsa yoki o'zingiz sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmagan holatda ko'rikdan o'tmoqchi bo'lsangiz, Almaz Medline klinikamizga kelinglar va malakali mutaxassislarimiz ko'rigidan o'tinglar.